Writing va speakingda gaplar tuzganimizda gaplarimizning xilma-xilligi muhimmi yoki xatosiz to'g'ri yozganimizmi? Aslida bizga ikkalasi ham birday muhim. Chunki o'z nomi bilan grammatical range and accuracy. Biz grammatik gaplarimizni xilma-xilligini ushlab turgan holda ularni to'g'ri va xatosiz yozishimiz kerak ekan. Lekin ko'pchilik odamlar o'sha xilma-xillikni oshirish uchun, har xil qiyin, kompleks gaplarni ishlatish uchun accuracy'ni sacrifice qilib olishadi. Ya'ni ularni xatosiz va to'g'ri yozishga kamroq e'tibor berishadi. Lekin aslida biz ikkalasini ham birgalikda olib ketishimiz kerak. Demak, bugungi videomizda complex sentences haqida o'tamiz. Ya'ni grammatical range qismini biz siz bilan birgalikda ko'rib, o'rganib chiqamiz. Va videoni oxirida esa grammatical accuracy uchun sizga bir sovg'am bor. Shu sababli videoni oxirigacha tomosha qiling. Demak, birinchi o'rinda complex sentences o'zi nima degani? Simple va complex gaplarimizning qanaqa farqlari mavjud? Ekraningizda bitta simple, bitta complex gapni ko'rib turibsiz. Simple gapimiz: People can use mobile phones in all places. This is a good thing for people and communication. It is also good for emergencies. Complex gapimiz: One obvious advantage is that people are now able to be geographically mobile while calling or texting, which is clearly beneficial in many cases, such as emergencies. Ko'rib turganingizdek, ushbu g'oyani oddiy qilib 3 ta gapda yozishimiz mumkin edi. Ya'ni bularning hammasi oddiy gap. Va o'sha 3 ta gapni bitta complex gap ichiga kirgizsak bo'ladi. Bunda bizga har xil linking words, ya'ni bog'lovchi so'zlar yoki clauses yoki phrases, mana shularni hammasi bizga yordam beradi. Hozir esa siz bilan mana shular haqida, ya'ni qanday qilib complex gaplarni tuzish haqida gaplashamiz. Bizda ingliz tilida otlar mavjud, ya'ni nima, kim so'rog'iga javob bo'ladigan so'zlar. Misol uchun bularga shahar, mashina yoki ayol farqi yo'q. Mana shu kim nima so'rog'iga javob bo'ladigan so'zlarimiz otlar hisoblanadi. Va otlarni o'zini ishlatsak ham bo'ladi. Lekin gapimizni complex qilish uchun noun phrase, ya'ni otli frazalarni ishlatsak maqsadga muvofiq bo'ladi. Otli frazalarimiz ikkiga bo'linadi: simple va complex. Oddiy, ya'ni simple otli frazalarimizda bizda faqatgina article yoki bittagina sifat bilan ot birga kelishi kerak. Misol uchun a company yoki a small company. Otli frazamiz complex bo'lishi uchun esa bizga yanada ko'proq sifatlar, adjectives yoki undan tashqari yana qo'shimcha so'zlar, birikmamizdagi ot bilan keladigan so'zlar bizga kerak bo'ladi. Misol uchun a small town with a healthy tourist trade. Bu birikmamizda ot town so'zi. Demak, town so'zidan oldin biz article va sifat qo'shyapmiz. A small town. Va undan keyin ham qaysidir so'zlarni qo'shyapmiz predlog bilan. With predlogi bilan a healthy tourist trade degan so'zimizni qo'shyapmiz. Va shunday qilib complex, ya'ni murakkab otli birikmani yaratyapmiz. Xo'p, endi murakkab otli birikmani yaratish uchun bizda ikki xil usul mavjud. Ya'ni pre-modification va post-modification. Pre-modificationda otdan oldin so'zlarni qo'yamiz. Hozirgi misolimizda town otidan oldin a small degan ikkita so'zni qo'ygan edik. Shunga o'xshab aniqlovchilar, miqdor bildiruvchi so'zlar, sifatlar, sifatdoshlar va otlar bilan murakkab otli birikmani yasasak bo'ladi. Endi post modification qanaqa bo'ladi? Hozirgi misolimizda town otidan keyin with a healthy tourist trade, town otdan keyin biz so'zlarni qo'shgan edik. Bunaqa holatda predlogli iboralar, sifatdosh ergash gaplar va noaniq fe'lli ergash gaplarni qo'shish orqali post modificationli murakkab birikmalarni yaratsak bo'ladi. Keyingisi gerund phrases. Gerund deb o'zi bizda ingliz tilida fe'llar bo'ladigan bo'lsa, o'sha fe'lga ing, ya'ni ing qo'shimchasini qo'shish orqali
otni yaratganimiz gerund deb ataladi. Misol uchun work ishlamoq, fe'l, working ishlash, ya'ni ot shakliga o'tayapti. Va bu gerundni gapimizda ega sifatida ishlatsak bo'ladi. Misol uchun mana bu gapda working should be a human right. Bu yerda ham sodda va murakkab gerundli birikmalarni yaratsak bo'ladi. Sodda gerundli birikma qanaqa bo'ladi? Bunda gerund so'zimizdan keyin, ya'ni ing qo'shib otga aylantirilgan fe'ldan keyin bitta yoki ikkita so'zni qo'shsak, bu oddiy, ya'ni simple gerund bo'ladi. Agar biz undan keyin ancha-muncha so'zlarni qo'shsak, misol uchun bitta objekt emas, ikkita objektni qo'shsak, bunda murakkabga aylanadi. Va gaplarda gerundli birikmalarni ega yoki to'ldiruvchi sifatida ishlatsak bo'ladi. Ega bo'ladigan bo'lsa, gapni boshida keladi, ya'ni fe'ldan oldin, agar to'ldiruvchi bo'ladigan bo'lsa, fe'ldan keyin keladi. Oxirgisi va eng keng tarqalganlardan bittasi bu linking words, ya'ni bog'lovchi so'zlar. Ekraningizda writing va speaking uchun foydali bo'ladigan ba'zi bir linking wordslarni ko'rib turibsiz. Bularning ma'nosini o'rganib, gapingizga mos keladiganlarni ishlatsangiz, grammatical range qismidan yuqori ball ola olasiz. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, bugun siz bilan gaplaringizni kompleks, ya'ni murakkab qilishning 4 ta usulini ko'rib chiqdik. Birinchisi, noun phrases. Complex noun phraselarni ishlatish bizda grammatical range skorimizni oshirib beradi. Ikkinchisi, gerund phrases. Gerundli gaplarimizni ishlatish, gerundli frazalarimizni ishlatish bizni grammatical rangeimizga pozitiv ta'sir qiladi. Va to'rtinchisi, linking words. Biz writingda essay yozayotganimizda yoki speakingdan javoblarimizni berayotgan paytimiz bitta narsani unutmasligimiz kerak. To'g'ri, grammatikada har xil noun clause'larni, gerundli frazalarni, juda ham kompleks strukturalarni ishlatishimiz mumkin va bu bizga foydali ta'sir qiladi. Lekin accuracy har doim birinchi o'rinda turadi. O'sha ishlatayotgan strukturalarimizda xatosiz ishlatishimiz kerak. Biror bir xato bo'lmasligi kerak. Agar kompleks sentencelarni xato bilan yozadigan bo'lsak, bu birinchidan o'sha kompleks sentence'ni bilmasligingizni ko'rsatadi, ikkinchidan xato qilishingizni ko'rsatadi. Shunda grammatical range'ga ham, grammatical accuracy'ga ham bizda bir xilda ta'sir qiladi. Shuning uchun birinchi o'rinda baribir accuracy, ya'ni xatosiz va to'g'ri yozishni mashq qila olishimiz kerak. Va sizga bu bilan yordam berishda o'zim accuracy workbook ishlab chiqqanman, ya'ni accuracy daftarchasi. Agar bu workbookga qiziqqan bo'lsangiz, pastda opisaniyada o'zimni Telegram kanalimni qoldiraman. O'sha Telegram kanalimga o'tib, kommentariyaga accuracy workbook so'zini yozing. Men sizning shaxsiy xabarlaringizga bu workbookni jo'nataman va o'zingiz chiqarib olib, bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Nima bo'lganda ham videoni oxirigacha tomosha qilganingiz uchun rahmat. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kommentariyada yozing va do'stlaringizga ham ulashishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha, bye bye.